O'rtoqlar, hammaga salom. Sizlar bilan Aida Ta'ruf. Shaxsiy rasklad qildirmoqchi bo'lganlar WhatsAppdan aloqaga chiqasizlar. Menda boshqa hech qanaqa sayt yo'q. Energiya обмен uchun har doimgidek like, podpiska sizlardan. Kim energiya обмен qilmasa, bu videoyim siz uchun emas, ya'ni chunki men energiyamga ochilayotgan rasklad, общий rasklad bo'lgani uchun energiya обмен shart o'rtoqlar. Tak. Bugun kartamga savolim aqlingizdagi kishi haqida. Aqlingizdagi kishi bilan o'rtalarda nima sodir bo'lyapti yoki bo'lgan. Xullas qisqa qilib aytganda aqlingizdagi kishini ko'ramiz. Tak, hech narsa aytishingiz shart emas, faqat uni o'ylanglar, kulishini, qarashini. Tamom. Уже ochishim bilan chiqib kelyapti. Negativni yanaqa. Tak, o'rtoqlar, sizlar demak, hozir ko'rsatdim. Sizlar hozirda gaplashmayapsizlar yoki arasida sizlar, shunaqa chiqdi. Sizni bu bola uzoqdan kuzatayotgani chiqdi. Balki qanaqadir internet tarmoqlarida yoki sizga yozmayapti, lekin sizni kuzatishi chiqdi aniq va tiniq. Voy, o'rtoqlar, qanaqa inson bilan gaplashyapsizlar, juda ham bir yolg'onchi. Hozir kartalarim ham tushib ketyapti. Juda ham bir yolg'onchi, juda ham bir urushqoq bola chiqdi. Xarakteri juda ham og'ir. Aybini tan olmaydigan chiqdi. Yo'q joyga urush qiladi, xarakterini ko'rsatadi. Voy, o'rtoqlar, qanaqa inson bilan gaplashyapsiz? Faqatgina bosh og'riq chiqyapti. Tak, lekin sizni mana kim necha yosh atrofida kuzatyapsizlar bilmadim, lekin sizni yoshingiz, ya'ni turmush, ya'ni oila qurish, ya'ni bu yil 2026-yil sizni oila qurish va xullas turmushga chiqish va oila qurish yilingiz ekan, lekin siz bu inson bilan oila qurishga kechikyapsiz va oila qurish bo'lmaydi. Bilasizlarmi o'rtoqlar? Yo'q, bu insonni iloji boricha hayotingizdan chiqarib yuboringlar. Chunki bu inson sizni taqdiringiz ham emas va bu inson sizni baxtli ham qilmaydi. U ana karta guvoh.